Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat muslimin, hurmatli qadrdon baliqchi birodarlar. Biz mana keldik Sirdaryoga. Sherigim qalmag'im tortyapti. Birinchi tanishtirib o'taman, bilasizlar. Hamma yo'q, sharaqa shuruq tortyaptimi, tortmayaptimi? Bilib bo'lmayapti. Mana. Bu yerda baliqchilar juda yaxshi biladi. Biz endi konteyner deb qo'yamiz, o temir konteyner bor. Xudo xolasa keldik, mana aytlamanda. Xudo xolasa bir kechqurun ham ko'ramiz deyapmiz. Bir 12 birgadir xudo xolasa qani. Mana bir katta baliq kechasi yuradi xudo xolasa inshaalloh. Baxtimizni sinab ko'ramiz. Xudo xolasa baliqchi videoga olib обязательно qo'yib boraman. Mana alaka, Xolmuhammad aka, Beg'a Alisher aka, ana Nur Muhammad. Ko'rib ko'ring. Bismillah. Nima deysiz? Yo'q, ilashib qoldi nazarimda, mayda baliq. Bu ana aytdim, ruchka baliq. Pachin. Pachin ketdi. Pachin ketdi, ruchka baliq. Lekin uyatyapti kamera bunaqa baliqni olgan. Alaka qulluq olsin mana. Nima, sazanmi? Katta-yu. Qani? Şey zo'r-ku. Mayli, karasi sazanga o'xshayapti ama. Qani? O, nimaga chiqdi bu? Молодец. Ha, haligi rossiyskiy kurchoydan qo'yibsizmi yo boshqami? Hali sariq kurchoy bor edi-yu. Sazanga o'xshaydi. Dumini qarang, tok urganmi? Yo'q, dumini biroz yeb qo'ydi. Ha, dumini yeb qo'ydi-da. Sazan u. Ya, karas. Sazanga o'xshayapti bu. Sazan. Mo'ylovi yo'q. Dumini qarang, dumi yo'q ekan. Yarmini yeb ketdi buni. Bechora, ash tok-pok minasa bo'lganmi bunga? Bundan to'yib men rasmiyatdan gapirdim. Kurchoyini chiqaring-chi. Baliqlashib qolyapti. Allohga shukr, boriga shukr. Endi bu ratan hamma yerda bor baliq. Tortishdan bildim, bir kichikroq baliq. Yo'q, yeb ketibdi bu anaqa. Chuvalni tortib ko'ribdi. Kunduzi to'r solishyapti, ko'ryapsizlar. Mahalla kompyuter qayerga qarayapti. Ekologiya qayerga qarayapti. MCS qayerga qarayapti. Hech kim chaqa qaramayapti. Kunduzi mana qayg'ida ko'ryapsizlar. Bu odam bittasi ushlab turibdi, to'r solyapti. Biz 20 ta qalmoqqa 7 tamandan berib tujroq baliq ushlaganmiz yo'q. Bu to'riga chiqamikin, qiziqib qoldim. To'riga chiqamikin baliq. Qozon pishirib yeyishdi. Baliqda-ya? Berishdi, aytdim, o burchada. Shu tutib pishirib yeyisharganda shu ekan bular ishi, ha, bo'pti, endi nima qilsin? Tortgan, eti tortib yubordingizmi yo? Ko'ramiz-da. Lekin qattiq urdi, ha? Qattiq
tortdi, ilashmabdi-da. Ya bormi kichikroq? Aşı ratan balıqda. Aka tortdimi? Bize ham o'qat bordi, tortinchi. Lekin qattiq tortdi-da. Nima krevetkamidi? Chuvaldi ekan-a. Pastda krevetka bor. Ha, krevetkani yeb ketibdi-da. Demak, krevetkani yaxshi urar ekan. Taqsir krevetka soldingizmi? Krevetkani yaxshi uryapti-yu. Hozir alakani qalmag'ini ko'rdingizmi, egib bordi. Yeb ketibdi krevetkasini. Krevetka bularga shashlikda tayyor. Shashlikda hamma yeydi-yu. Chuvaldan zerikkanda bular. O'ylagan, qarama. Bo'ylagan, ha, yo'q, bo'ylagan. Men ham solganmi yo'q, bo'ylagan. Yeb ketdi-da yana. Karmushka borda ashunga kelyapti. Solaveramiz, erinmaymiz. Uxlab qolgan ekanman. Bu karmushkaga kelib, qarab yeb ketyapti, bu hayronman. Ilashmaydimi? Yaxshi emas-da, bu odobsizlik qilyapti-da. 3-4 marta degandan keyin bir marta ilashish kerak mana, qarang. Bu bananovidan qo'yganman bo'lmasa. Kichikroq kurchoq qo'yaymikin, ha. Ha, tortyapti siznikini. Bu malaka sezilyaptimi? Yeb ketdimikin cho'qili? Bor shekilli mayda o'sa ham, ana. Va pachinda qani. Asha ratan. Mana unga sop sizniki mi baliq? Yo'q. Bu qani bir baliq solib, men tashab ketibdi ahmoqlik qilib. Yaxshi emas-da bu. Qarang. Issiqda bechora qo'yib yubormaysan, bunaqa qilganman. Yo'q, baribir nima unaqa qiladi, qarang mana. Yaxshi. Qo'shnim tovug'i bor, berib ko'raman senga. Nimani yeb chuvalga chiqdimi yo? Alaka bor, yo'qmi?
Hurmatda anaqa qildik va quruq. Nima solyapsiz? Krevetkanmi tepasiga? Eshak qurt bor ekan-ku. Shab bo'lmayapti. Eshak qurt kamdan kam anaqa qilib. Bora aka. Kattaroqmikin? Ha, bor ekanmi mana? Alik, karash sherik ekanda. Shu ham o'ynatib yubordi. O patsagini qarang kattaligini. Patsak ko'tarib ketdim men. Yo'q, men bormi deb tushundim ben. Onu olib kelib solib ko'raylik buni ham. Dedim. Osongina yeb ketyapti-da. Yaxshi emas u beodoblikda. Endi 3-4 marta yegandan keyin ilashish kerak-da. Yurib o'ynabdi-da mana. Chuvalchang. Valaga karasmi nima u? Ikki oyoq xamirmidi? Ikkita xamirmidi? Qani baliq solib qo'ydingizmi? Abi, bitta ilonchoqga bitta nimaga chiqdi? Chiri bo'lib olganman desam ham bo'ladi. Ilon-chuvani uzun cho'zilib qolgan bo'lsa, tortib olib ketdi shu. Ama tinchib qoldi haqiqatda. Ama zo'r tortuvdi. Qaytib urmadi-yu. Agar ilingan bo'lsa, qanaqa ko'radi. Ya to'xtab qoldimi? Hammaliga jiringlayapti, rezultat yo'qda. Ha bir ko'ring, ancha oldi tashlaganingizga. Yo'q, mana o'sha ancha. Ha, bo'lmasa. Bundan shuna tortdi-da. Mana ishlamayapti. Chiqaravering-chi. Tekshirib qo'ying-chi, bo'pti. Kelgandan beri mana shuni uryapti-da. Ha? Ha shu xalilashgan u. Ha aytdim, bu karas ekan-da. Ulug'osin. Hamma anaqadan ratandan yaxshi-da. Ata yegan ekan. Ulug'osin. Yo'qda. Yo'q, yetdi. Bora aka. Kattaroqmikin? Ha, bor ekanmi mana? Alik, karash sherik ekanda.
Yo'q, shu ham o'ynatib yubordi. Nima karashmi? Halam yer tortdi, men o'zi o'ziga. Ana, nimaga chiqdi? Sariq qamari. Qarang ana. Ashqara hamini zo'r o'pdi-da. Kurchoy qarang. Rashid kurchoydan shekilli sariqdan yo boshqami qarang. Yo'q, oq. Uzunchadan, sop uzundan. Bu unda kattalari qo'ydi uni ularga. Unda qilgan. Alaka ham xuddi shunaqa kurchakka chiqdi. Alaka ham xuddi shunaqa kurchakka chiqdi. Alaka yorib qo'ydi. Karas yorib qo'ydi. Robbim Alloh. Bor ekan unda xolasi. Ha. Qullo bo'laveradi mana. Xol Muhammad aka. Rahmat shuncha. Karasi lekin bo'laveradi. Lekin qattiq urdi, ha? Qattiq tortdi, ilashmabdi-da. Ya bormi kichikroq? Ashi ratan baliqda. Bormi? Yo'qmi? Men bor deb haldan beri bu syomka qilib yotibman. Bugun ketib qoldi, halakami qalmag'ida. Halaka bor, yo'qmi? Bular nimaga to'g'ri sololmayapti? Yo'q, nimaga biz bular gap bilan ketaverishimiz kerak. Qayerga borsa ketaversa, oxir joy biz bu yerga borolmay qolamiz. Matalar bizni xarakterimiz shunaqa, bemalol manaqa patamiz, aylanasiz. Bunaqalar любой joyda bor-ku. Bemalol qayig'ini anaqa qilib to'g'ri solishyapti. Endi bular biz ketishimizni poylayapti hozir. Biz kechsaga mana shu yerga to'g'ri solsa bular. Hozir uzun to'g'ri bor ekan, mana bu brakonellarda. Endi bularga biz kuchimiz yetmasa, 6 kishi ekan, 5 kishi ekan bular. Ikkita mashina kelib shekilli bular. Shu qayg'ida bir to'g'rida olib ketyapti, bu yerda bittasi ushlab turibdi, aylantirib solishyapti. Bu ekologiya qayerga qarayapti, MCS qayerga qarayapti, mahalla komiteti qayerga qarayapti. Mahalla yettiligiga qayerga qarayapti, mahalla oqsoqollari qayerga qarayapti. Halaka bo'ling, mon tortyapti.